Xayrli hammaga hurmatli mijozlar, charchamalaringni bir fayzli, bir chiroyli xonadonimizga keldik. Chaqirishdi o'zlari o'lchov xizmatiga. Perikosa vashi zo'r ekan. Tekis ekan uylari, chotga chiqdi o'lchamlari. Xo'p, mana bu kirish joylari bor ekan. Uylarga ham juda abo'ylarga moslab, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Keyin mana bu uylar bor ekan. Uyni ham chiroyli qilib remont qilib qo'ygan ekanlar. Buni eski gilamlar ekan. Buni o'rniga mana shu aboylarga moslab, chiroylisidan qilib beramiz xudo xolasa. Xo'p, bizda bilasizlar 3.8 da komfort xizmatlarimizdan biri shu o'lchash kesish xizmatlari. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa dastavkasi, uchinchisi bitta pasport evaziga bo'lsalar ham bo'ladi, cheklamagan miqdorda. Qalinroq o'g'illar kiygan odamlar bor, misol cheklanib qolgan sharoitlari o'lchalmaydi. Bizga murojaat qilinglar, sizlarga ham chiroyli narxlarda qilib beramiz xudo xolasa. Bu uylarni to'shab bo'lganimizdan keyin obzor qilib tasib qo'yamiz yana. Sog' bo'linglar, charchamanglar.